so'z topa olmasam kerak. Sizni qarsaklaringiz eshitish qanchalik zavqli ekanligingizni. Qanchalik kulib turgan yuzingiz qanchalik yoqimli ekanligini tushuntirib bera olmasam kerak. Va sizning kuligingiz, tabassumingiz uchun mehnat qilish qanchalik zavqli ekan, balki siz his eta olmassiz. Va biz mana shu o'rinda eng yuqori notada sizning kulgingiz, tabassumingiz uchun mana shu sahnada biz qatori mehnat qilgan, biz bilan raqiblik qilgan insonni, million jamoasining do'sti, qadrdoni, dizayn yetakchilaridan biri Dilshod Musabekovni xotirlashingizni istagan bo'lardik. So'z topa olmasam kerak. Sizni qarsaklaringiz eshitish qanchalik zavqli ekanligingizni. Qanchalik kulib turgan yuzingiz qanchalik yoqimli ekanligini tushuntirib bera olmasam kerak. Va sizning kuligingiz, tabassumingiz uchun mehnat qilish qanchalik zavqli ekan, balki siz his eta olmassiz. Va biz mana shu o'rinda eng yuqori notada sizning kulgingiz, tabassumingiz uchun mana shu sahnada biz qatori mehnat qilgan, biz bilan raqiblik qilgan insonni, million jamoasining do'sti, qadrdoni, dizayn yetakchilaridan biri Dilshod Musabekovni xotirlashingizni istagan bo'lardik.